Asaka City turar joy majmuasidan 84 kvadrat bo'lgan 3 xona uyni sizlarga taklif qilamiz. Ushbu uyimiz 7-qavatda joylashgan bo'lib, kirib yashashga tayyor holatda. Binoda zamonaviy lift o'rnatilgan, barcha kommunikatsiyalar, gaz, suv, svetdan umuman muammo yo'q. Bu xonadonga egalari 17 ming dollar so'rayapti. Xonadon subsidiya asosida sotib olingan, oliy to'lovlar hozirgi paytda 2 million 800 ming so'mdan to'lanyapti. Bu taklif qulay shartlarda xonadon xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlar uchun ajoyib taklif. Batafsil ma'lumotlar uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling.